Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu vafot etgan bo'lishi mumkin. Gap shundaki, Eron Isroil bosh vaziri idorasi va ushbu mamlakat harbiy havo kuchlari qo'mondoni joylashgan manzilga raketa zarbasi berganini ma'lum qildi. Netanyahuning ahvoli hozircha noma'lum. Isroil tomoni ushbu obyektlarga zarba berilganini hozircha tasdiqlamadi. Agar Netanyahuning o'limi tasdiqlanadigan bo'lsa, bu katta ehtimol bilan AQSh, Isroil hamda Eron o'rtasida boshlangan urushning tugashini anglatadi. Chunki AQSh aynan Netanyahuning chorlovi va balki provokatsiyalari ta'siri ostida Eronga qarshi urushga qo'shilgan edi. Mantiqan olib qaraydigan bo'lsak, AQShga Erondan to'g'ridan-to'g'ri hech qanday xavf yoki tahdid yo'q. Eron qayerda joylashgan, AQSh qayerda joylashgan. AQSh ko'p yillar davomida aynan Isroilning asosiy ittifoqchisi sifatida Eronga qarshi bosim o'tkazib kelar edi, urushga ham qo'shilgan edi. Netanyahuning o'limi esa mana shu urushni tugatishga, muzokaralar stoliga o'tirishga sabab va balki bahona bo'la oladi. Isroil esa AQShning ko'magisiz Eronga qarshi bir o'zi hech qachon tura olmaydi. Voqealar rivojini kuzatib boramiz. Instagramda bu mavzuda va umuman ko'p video qo'yishning imkoniyati yo'q. Shu boisdan ham men Telegram sahifamda ushbu voqea bilan bog'liq bo'lgan